Mana shu 3 ta strategiya o'qish ko'nikmangizni 90% ga oshiradi. Birinchisi, o'qigan narsangizni darhol hayotda sinab ko'ring. Chunki fakt shundayki, 70% o'qigan narsangiz 24 soat ichida unut bo'ladi. Shunday ekan, agar siz o'qigan infoni o'zingizniki qilmoqchi bo'lsangiz, hayotga darhol tatbiq qiling. Ikkinchisi, savol strategiyasidan foydalaning. Ya'ni men har doim biron bir kitob o'qiyotganimda o'zimga 3 ta savolni beraman. Nega bu menga muhim, menga bu nima beradi va qayerlarda ishlata olaman. Qachonki siz shu savollar bilan ishlasangiz, miyangiz ishlashga majbur bo'ladi va o'qish yanada effektiv bo'ladi. Uchinchisi, kechasi emas, balkim golden hourda o'qish. Ya'ni siz o'qishingiz eng effektiv bo'ladigan vaqtni tanlab oling. Masalan, menda bu ertalab soat 5 dan 7 gacha hisoblanadi. Eng og'ir materiallarni faqatgina shu vaqt oralig'ida o'qiyman. Bu menga materialni yaxshiroq tushunishga, uzoqroq eslab qolishga yordam beradi. Shunday foydali infolarni o'tkazib yubormaslik uchun sahifamga obuna bo'ling.